Rahmat. Mening kelgusimdagi hamma ishlar mujmal holda oldin ola faraz qilingan. Men oliy maktabda o'qish uchun qarz olaman va oqibat qarz qaytarish uchun xizmat tepishga majbur bo'laman. Bundan eshib men yana uy va mashina sotilish uchun bir muncha qarzga bo'g'ilaman. Bular xuddi menga oyoqlashmaydigan takrorlash bo'lib, orzuyimni amalga oshirishga hech bir mumkinchilik yo'qdek his qildiradi. Men turmushda nurg'un narsalarga erishishni umid qilaman. Ammo mening kutadiganim hargizmi pul-mol va moddiy jihatga erishish emas. Men bir xil to'lib tashgan qizg'inlikqa va orzuga muhtoj. U shundoq orzu bo'lishi kerakki, meni cheksiz hayajonlantiradigan va xiroman uxlag'il qo'ymaydigan. Men yana mayli havoray qandoq bo'lishini qat'iy nazar, tong saharda jushqun holda o'rnidan sakrab turishni orzu qilaman. Ana shundoq bo'lganda, xuddi bolaligimdagi tabiiy holatimdagidek meni cheksiz hayajonga silib, hayotga bo'lgan qizg'inligimni urg'utadi. Hammamizning orzusi bor. Mayli u aniq bir nishon bo'lsin yoki aniqsiz xiyol bo'lsin, u aslida mavjuddir. Ammo ko'pinchalarimiz o'zimizni bexatar his qila olmaganligimiz va hamisha gumonsirash ichida yashaydiganligimiz tufaylidan orzuyimizni xiyoliy narsa deb tushunib qoldik yoki uni amalga oshirishga ko'zimiz yetmadi-da, oqibat undan biroqli voz kechdik. Biz ota-onamiz, o'qituvchilarimiz va jamiyat qoida usullari tarafidan planlangan turmushni shu qadar rohat his qildikki, orzuyimiz uchun tavakkul qilishni, shundaqla ahamiyatli yashash uchun kurash qilishni bir xil ahmoqonlik va xatarlik ish deb o'ylab qoldik. Har qanday bir ishda tavakkul qilib biqishning qiyin xatari bor. Chunki biz qayta-qaytalab mag'lub bo'lishimiz mumkin. Ammo bizni haqiqiy hayajonga soladigan ana shu sinab biqishdir. Tavakkulchilikning orqasidagi aniqsizlik balkim bizga foydasiz bo'lishi mumkin. Ammo u bizni tixim takomillashtirdi va kuchlantirdi. Mag'lubiyat bizni texmi tavlaydi va texmi kuchli qiladi. U bizni turmushning har xil issiq-sovuqlari bilan uchrashtirib, bizga har xil qiyinchiliklarga bardoshlik berishni o'rgatadi. Aksicha, mag'lub bo'lishdan qo'rqish bizni tushkunlashtirib o'tadi. U bizni xuddi to'xtam sudek ilgirlikka qo'ymaydi. Garchi men kelgusimni oldin ko'ra olmasam-mu, yana orzuyim uchun tavakkul qilishni tanladim. Bu tavakkul qilishimning oqibati balkim mag'lubiyat bo'lishi mumkin. Ammo men ishonamanki, sinab biqishga jur'at qilganda turmushim hayotiy kuchga to'ladi va ilgari his qilib boqmagan his-tuyg'ularga cho'miman. Agar siz turmushda mag'lub bo'lgandek his qilsangiz, hech qisi yo'q. O'zingizni erkin qo'yingda, chunqur bir nafas oling. Esingizda bo'lsinki, balkim shu bir qitimliq mag'lubiyat hayotingizning burilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin va sizga o'zingizning asli kim ekanligingiz, qanday nishonga yetmoqchi bo'lganligingizni to'ntib qo'yishi mumkin.